Rahmat qizim. Arzimaydi oyijon. Yaxshi, yaxshi. Ye, oyi hormang. Ke bolam, ke. Mana. Hammasimi? Ha, har doimgidek. Bo'ldi. Yaxshi bolam, yaxshi. Assalomu alaykum oyi. Ke. Mana oyligim. Qani? Yasha. Yaxshi. Kelin qani? Ota-onasiga ketdi. Nega? Oyligini ota-onasiga beraman dedi. Nima? Nima deyapti bu-ki? Tushunmayapmanmi? Bilasiz-ku oyi, ota-onasining sharoiti og'ir. Nima? Ularning sharoiti bo'lmasa nimaga bizlarning ro'zg'ordan pul olish kerak? Kelinam o'z topayotgan pulni ro'zg'orimizga qo'shyapti-ku. Qayerdan chiqqan qonun bu? Oyi, o'zi aslida kelinlaringiz o'zi ishlab topgan pulni o'zi xohlagan joyga ishlatishi mumkin. Kelinning sharoiti og'irligini bilasiz-ku oyi. Uydagilari pulga muhtoj bo'lgan bo'lsa berayotgandir. Rafsangiz pulini berayotganining sababi bu hech narsaga muhtoj emas. Uni oilasining ham sharoiti yaxshi. Bunga nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, mana men olib kelib beraman, men topib kelib beraman. Endi ularning sharoiti yo'q deb bizning oilaviy byudjetga zarar yetish kerakmi? Oyi, kelinlaringizni topayotgan puliga nafaqat sizni, hattoki biz erkaklarning ham haqqimiz yo'q teginishga. Ayol kishi o'zi ishlab topgan pulini o'zi xohlasa birovga berishi, xohlasa o'zi xohlagan narsaga ishlatishi mumkin. Chunki u o'sha pulni ishlash uchun erta-yu kech mehnat qiladi, vaqtini sarflaydi, kimnidir qosh qovog'iga qarab ishini qiladi. Oyi, ikkita tog'day o'g'lingiz bor. Bizani topganimiz bu sizni topganingiz. Sizga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni qilib berishga tayyormiz. Siz mana shu kelinlaringizni topayotgan puliga muhtoj emassiz-ku. Bular topayotgan pulini o'zi xohlagan narsaga ishlatishi mumkin. Haq masalasini o'zingiz ham bilasiz-ku.